Payg'ambarimiz alayhissalomni joylari yupqa ekan. Bir kun 2 qavat qilib qo'yishdi bunday qilib. O'sha kun ko'proq uxlab qoldilar. Keyin turib aytganlarga joyimni o'rniga qaytarib qo'yinglar degan. Bugun tahajjudga men kech turdim yoki uxlab qoldim degan. Joylarimiz bizni o'sha ko'proq uxlatadigan. Ato ibn Abu Raboh aytgan ekanlarki, men uyimda yostiqni ko'rganimdan shaytonni ko'rganim yaxshiroq degan. Uyda yostiq olmagan ekan Ato ibn Abu Raboh. 200 ta sahobadan rivoyat qilganlar, ilm olganlar. Ulug' tobein. O'zlari nogiron bo'lganlar. U o'ta ko'rim suxuniy odam bo'lganlar, lekin Makka ahlining imom bo'lganlar. Hazrat imom ham borib dars bergan. Uyimda yostiqni ko'rgandan shaytonni ko'rganim yaxshi, chunki uyquga chaqiradi degan. Qani shu qadar ularning hayoti riyozatda bo'lgan. Yostiq yo'q ekan qarang. Biz yostiqni bir qavat etmasdan 2 qavat qilib, choyshablarni solib, satillarni solib, yana ham yumshoq matraslarni qilib, matras ham yetmasdan tepasiga nimani solib, shuna qilamiz-da. Bu narsa bizni borgan sari yotaloqlikka, maishatga, moyillikka, riyozatga, toqatsizlikka olib keladi.